tushda xamir qormoqning ta'biri. Ibn Sirin aytadiki, undan xamir qormoq dinning durust bo'lishini bildiradi. Tushda bug'doy unidan xamir qorayotganini ko'rsa, tijoratdan mol hosil bo'lishini bildiradi. Oshgan xamir yaxshilikka dalolat qilmaydi. Tushda tariq unidan xamir qormoq arzimas foydani bildiradi. Kirmoniy aytadiki, tushda xamir topsa yoki sotib olsa yoki kimdir unga bersa, agar bu xamir arpa unidan bo'lsa, dindorligi va solihligiga dalildir. Bordiyu bug'doy unidan qilingan bo'lsa, uning miqdoricha tijoratdan hosil bo'ladigan molga, agar tariq unidan qilingan bo'lsa, ozgina molga dalolat qiladi. Ja'far Sodiq aytadiki, tushdagi xamir 3 narsani bildiradi: din borasida ziyodalikka, foydaga, halol molga. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.